Joriy 27-aprel kuni Prezidentimizning 69-sonli farmonlari qabul qilindi. Bu eski muruvvat uylarini yangidan isloh qilish va yangi tizim asosida tashkil etish bilan bog'liq. Mahsulotlar yapyaptimi? Zo'r. Nimalar ko'ryapsiz? Dekorativniy, chiroyli, xayolimga kelmagan ishlarni qilibdi bular. Aynan g'amxo'rlik markazidagi qaysi jihatlar, qaysi xizmatlar sizga ko'proq yoqdi? Shu g'amxo'rlik markazidagi tarbiyachilar tomonidan tayyorlanadigan mana shu quruq mevalar deymiz. Shular juda ham zo'r, ta'miga, o'ziga gap yo'q. Taassurotlar zo'r hammasi. Mana shu g'amxo'rlik markazida qilingan ishlarni ko'rib, mana butun respublika bo'yicha hamkasblarimiz kelishgan, bunga amaliy seminarga juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan, yangi loyihalarni ko'rishgan. Siz kutgandek bo'lyaptimi loyiha? Albatta, hamma loyihalar biz kutgandan ham a'lo darajada bo'lyapti. Juda ham yuqori kayfiyatda o'tyapti seminarimiz. Barcha ishtirokchilar xursand, ko'p narsalar olishyapti degan, ko'p tajribalar o'rganishyapti degan umiddamiz. G'amxo'rlik markazi eng yoqqan narsa nima bo'ldi sizga? Mana shu narsa yoqdi. Bundan tashqari mehnat terapiyasi, ya'ni bedanachilik qilinganligi hammasi zo'r. Yangi loyihalarni albatta o'zimizda joriy qilamiz borgandan keyin. Ushbu g'amxo'rlik markazida 25 ta mehnat terapiyasi loyihalari amalga oshirilib, ushbu loyihalar orqali muassasada tarbiyalanayotgan shaxslarning, nogironligi bo'lgan shaxslarni jamiyatga integratsiya qilish, jamiyatga o'zimizni hayotimizga moslashtirish jarayonlari davom etyapti. Aytishimiz mumkinki, bular bugun jamiyatga to'laqonli a'zo sifatida kirishida biz g'amxo'rlik markazlari o'zimizni ham tibbiy, ham ijtimoiy, ham kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishda bular bilan bevosita doimiy tizimli asosda ishlab borish demak dasturlarni qabul qilganmiz.